Bola, kız bola, bola, atoyuq kechikib qolamiz. Voy, ajab oldiratdi. Bu to'y degan do'st dushmanlarning oldida chiroyli yasinib qolmamdi. Yurib qilsang 2 soat qilamsan uni. Voy, ajab ishim chiqdi. Yonayapmiz-ku mana. Mashina qani? Aynan mashina. Mangmam sepsimayanga. Devdi. Aç. Izlatma. Bola. Izlatma. Men xo'chi mashinaning aqchaq hamma narsa chiqdi ya bu so'mkani ochiq chiqmasam demda. Mana. Mashinaning ochiqchimi shu? Ha. İnsan uyning ochiqchi, mashinaning emas. Qani mashinaning ochiqchi? Har hozir tungun shom-chong bag'anda mashina keyinchog'i qo'yib qo'ygan. Keyinchog'i. Ha? Keyinchog'i? Ha. Mangmadim mashinani keldim. Ya qanday keldi mashina? Açık çıkın şunu vızıp bağı sen kalva. Zapas açık zadı beğenmedim ben. Mana maşından açık çıktık ama da yok. Yok sözler verip ma tünün mesleğim kayıtıdan kozulup gitti. Vay edigine maşın. Ha? Kasligin olsa udul de. Ya rol ayanda. Voy mana. Şu şey degan çaplaqın ama. Ha, chopildi. Kichikroq chaplab qo'ysam bo'ladi uni. Yo'q. Mangala e'lon saqlatamda o'taldirlar. Xot qilay. O'tinib qalay xot qilay. Nimaga? Xotqa. Nima bu xot degan? Xot degan mana biz xot deymiz. Ha, mish nima? Ha, mish ne? Bu xot emas bu. Nima deymiz buni? Biz buncha yashab o'rgangan, buni xot demaydi, u prindes deydi buni. Nima deysiz? Prindes. Prindes? Ha. Qanday prindes? Mana men tumamda mana prindes. Meyadim balki mana. PRNDS. Prindes. Ha. Ha, ma'qul. Prindesniki deyirsan. Ha. Radio qo'yib beraymi? Ha. Anglayman. Am radio anglamsiz, FM radiomi? Shun. To'xta. A yerda misran qiysi bog' o'xshaydi. Elavalle to'yga ish qo'lini sanqib deb bog'lanmaydi. Mana. Bravo. Men misraning qiyisini ochib qo'y. To'tgoy. Uju. Macho amsa. Uju. Qo'ymichmi ya sen mao chavshida ish qo'y. Mao 5 qo'ygo. Mavo shaharning sirti, Mishadan 10 kilometr jiroqlikcha bir tal misran topalsan, mana hammasini sana beraydim. Bakalım. Alamsa ammamsadash. Qanday qilamiz? Olayli. Gelip bunu to'yga ko'tarib bormaymiz yeyli buni. Qo'ymicha. Nim bo'pti? Nim bo'pti, buzilib mangmasdan bo'ldi mavo. Mashina buzilib qolgan bo'lsam, misha atrofdan birayan tip qonamda, qanday atis o'ngshilib qoldi mashina. Biz qo'nsak bu baka ayatsa o'ngshilib qolamda. Buru ashtati ya, buru mashina buzilib qolsa, bir kun bir yil qo'nsak atis o'ngshilib qoldi-ku. Bu degan to'y qilmasdan oldingi ishlar vaqtim biroz buzilib qoldi. Amsi mashina remontxonaga olib birli. Remontxona qanday olib bu mamma vassa bu. Shu buzilib qolgan-ku remontxonaga olib bormamdi. Remontxonaga olib uchun meni o'ngshab buni kendan olamiz. Voyjon, ben dedim ya, shu men mashina olib borsa qanday o'ngshamamdi remontxonaga. Shu mashina miyadi o'ngshitib buni kendan remontxonaga olib borsak bo'lar. Ey saram, shu o'ngshilib qolgan mashina remontxonaga olib borning foydasi. Ha? Bu... Ya yo'q!